Direktda ko'p uchraydigan savollardan bittasiga bugun javob berib chiqaman. U savol nimadan iborat? O'rta segmentdagi va premium segmentdagi keramogranitlarning nima farqi bor? Bu keramogranitimiz narx bo'yicha o'rtacha, lekin sifat jihatida juda ham mustahkam. Vanna, sanuzol va oshxona qismlari uchun bemalol ishlatilsa bo'ladi. Ya'ni bu keramogranitimiz suv shimmaydi. Bu keramogranitimizni vodopoglasheniasi 0.5 dan past. Endi esa premium sifatdagi keramogranitimiz. Premium segmentdagi keramogranitlarimiz Italiya texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan va juda yuqori bosimda presslanadi. 1100-1200 gradusda pishiriladi. Keramogranitimizni yuzasi turli xil bo'ladi. Matoviy, glyansiy, polumatoviy va lapatirovanniy degan ham bo'ladi. Biz esa vodopoglasheniasi haqida gaplashamiz. Bu keramogranitimizni vodopoglasheniasi 0.1% dan past. Demak, buni bemalol fasadga ishlatsanglar bo'ladi, sanuzolga va oshxonani farqli qismiga ham ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, ikkala keramogranitimizni ham ko'ringlar. Ikkalasi ham o'ziga yarasha chiroyli va sifatli. Sizlarni hammanglarni showroomimizda kutib qolamiz.